Demak, bu qizimizga hozir implant joylaymiz. Homiladorlikdan saqlanish uchun implant 3 yilgacha turadi. Juda ham ko'plar so'raydi, instruksiyasini keyin kommentariyada yozib qo'ysak ham baribir bilishmayapti. Qanaqa homiladorlikdan saqlaydi dedi. Implant примененияsi shunaqaki, follikula o'sib yorishini bloklaydi gormon hisobiga. İçinde juda ham kam miqdorda etanogestrin bor. Kam miqdorda ishlab chiqazib, sheshniy probkani oshiradi, quyuqlashtiradi, follikula o'sib yorishini bloklaydi va 3 yil ichida homiladorlik bo'lmaydi. Implantni shotga qo'lga qo'yamiz, nima qo'ydinglar, qanaqa ta'sir qiladi degan savollarga javob va yana kichkina teshik bilan olib tashlanadi, unaqa qo'rqinchli emas. Mahalliy og'riqsizlantirish bilan qo'yib, mahalliy og'riqsizlantirish